Razyortkalarimizni boshlaymiz. Razyortka oformleniyasida biz proyektimizning modelingini qo'shimcha ravishda tekshirib ketamiz. Masalan, mana bu eshikdagi orqasidagi отделка MDFimizni patologgacha bo'lishi kerak, lekin patologdan tepaga ko'tarilib ketgan. Shuni qulog'idan tortib pastga olib tushib qo'yamiz. Keyingi masala eshigimiz patologgacha edi. Bizni nastroyka berayotganda orqa tarafini berib qo'yganmiz. Shuni oldi framogasini ko'tarishimiz kerak. Vысота внутренней фрамуги 67. Okey. Mana endi patologgacha bo'ldi. Xalaqit qilayotgan elementlarni har bitta vid uchun aynan o'sha vidda xalaqit berayotgan bo'lsa, belgilab turib, script при просмотре elementli qilib berkitamiz. Bu narsalarni hammasini yozib o'tsanglar ham bo'ladi, chunki har bitta razyortga nisbatan ishlatamiz buni. Bu yerda mana rigelimizning chiziqlari ko'rinyapti. Buni berkitamiz. Shablonga kirib, karkas несущийda красные проекционные линии. Berkindi. Okey. Применить. Okey. Va mana bu patologdan tepa qismdagi grafika menga yoqmayotgan bo'lsa, buni berkitish yo'li bor. Birinchisi annotatsiyaga o'tamiz va oblast mastirovka orqali bu joyimizni kontrol bilan bekitamiz. Faqat rigilimiz berkinib ketib qolmasin. Rigil turavergani yaxshi. Oppoq qilib berkitib qo'yamiz. Qalin liniyalarni yoqsak, umumiy chizmamiz anaqa ko'rinishda bo'ladi. Qo'shimchasiga liniya detalizatsiyani topib, черный splashnoy толстый yoki тонкий ikkalovdan bittasini ushlab, shu razyortkamizning bir burchagidan pastki burchagiga bitta to'g'ri burchak chizib olsak bo'ladi. Bu narsa bizda mabodo eksport paytida granitsalarni berkitib qo'ysak, pomolchani berkingan turadi. Liniyalar hisobiga razyortkalarimiz tugallangan chiqadi. Bo'lmasa mana bu oq joylarda bizda varrogi peritекания bo'lib o'tib ketib qoladi, bilinmay qoladi. Pastki qismimizda sezgan bo'lsanglar, yashil pushti ranglar ko'rinyapti. Bu bizani обмер paytida qo'ygan avtogat podложкамizning ranglari. Bularni berkitamiz. Shablon kirib, изменить, importированный категории, обмерный план. Mana ketdi. Okey. Agar mebel yasayotganda, xuddi mana mamutga o'xshab, mebelinglar to'liqligigacha edi, ya'ni to'liq bo'yalgan bo'lsa materialga, unda bu filtr ishlatmaysizlar. Agar mebelni bo'yab, material berishga vaqtida bo'lmayotgan bo'lsa, filtr bo'yicha buni ham bo'yab qo'ysak bo'ladi. Xo'sh, buni rangini ko'rish uchun цветовая область, mebel standartni rangini bitta ko'rib olamiz. Xo'sh, buni rangi 206/196. Изменить qilamiz. Mebel topamiz, поверхностini, splashная заливка 206/196 edi, adashmasam. Так, okey. 189 bor ekan yana. Изменить. Okey. Okey. Demak, mana o'zini rangidan qilamiz. Xohlasak, polutonni ham yoqib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu yerda mebel borligini aniq bilinadi shunda. Цветовой bo'lsa o'chirib tashlaymiz. Ana endi razmer qo'yishga keldi navbat. Razmer qo'yayotganda quyidagicha razmer qo'yamiz razyortkalarda. O'ng tarafga patolog va balandliklar bo'yicha razmer, pastga цепочный gorizontal razmerlar. Balandligi qo'yadigan razmerimizni plitani tagidan patolog eng past urovenigacha, keyin polgacha qo'yamiz. Bitta razmer. Shu chistovoy poldan plitani tagigacha bitta umumiy razmer beramiz. Nechtadir uroven bo'lsa, har bitta uroveniga beramiz patologga. Va eniga ham tak qalinligidan o'chirib turamiz. Razmerga xalaqit qiladi. Shkafimizni eshigimiz bu yerda taqalgan. Eshik nalichnikigacha va bu yoqda qotgan qoldi. Xohlasak pastga tushirib qo'yamiz. Akkuratni chiroyli tursin desa, xohlasanglar chizmalarni joylashuvi, komponovkaga qarab o'zingizlar hal qilsanglar bo'ladi. Balki chizmani o'zida qoldirarsizlar razmerlarni. Va bunaqasiga balandligini berib qo'yamiz, misol eshikni. Bundoq qo'ysa ham bo'ladi. Bu razmerlarni berib olgandan keyin garaj klavishi TG yoki annotatsiya, markirovka по категории, выноскали bo'lsa выноска yoki выноскasiz
qaysi obyektga olib borsanglar, kategoriyani o'zi avtomatik tarzda tanlab, o'sha markaga o'tib oladi mana. Hali hech qayerga qo'yganim yo'q. Mebelga qo'yaman, eshikka qo'yaman va menda bitta MDF обшивкам bor edi. Bu yerda уже вынескani yoqib, со свободным концом qilamiz-da. Mana MDF mushadi. MDF hali markasi berilmagan, chunki esingizda bo'lsa, razvertkalarni qilgandan keyin buni hali spetsifikatsiyalarini qilamiz degandik. So'roq bo'lib turaversin. Hozircha spetsifikatsiya qilganda buni to'ldiramiz. Quyidagi ko'rinishda va ketma-ketlikda qolgan planlarimizni ham tekshirib, razvertkalarimizni tekshirib, razmerlarni qo'yamiz. Masalan, bu yoqda ham mana MDFlarim tepaga chiqib ketgan. Bularni pastga olib tushaman. Bu qismda ham va e'tibor bersanglar, MDFim pastga olib tushilgani hisobiga bu yerda eskiz bo'yicha qilib qo'yganmiz. Skritli liniyani balandligini qaytadan to'g'rilab qo'yamiz. Bu yerda orqada oshxona qismlari ko'rsatilgani hisobiga patolog kesiladi va karnizlar bilan ozgina konflikti bor. Shuning uchun videovoy tochkada bu yerda tortib qo'yamiz orqaga. Mana videomizda esingizda bo'lsa bunaqa kesib ketgan edik. Uni yoqqa tortib chizmasini ham tortib qo'yamiz. Annotatsiya, область маскировки. Liniya detalizatsiyada to'rtburchak bilan ramkasini chizib qo'yamiz. Va razmerlarni qo'yamiz. Xuddi shunaqa o'ng tarafga balandligi. Bu razmerlashni, razmer qo'yishni qolgan vidlarda qayta-qayta aytib o'tirmayman. Faqat shu vidda buni tushuntiraman. Qolgan vidlarda o'zingizlar bu narsalarni avtomatik qilib ketasizlar. Mana bu yon tarafga tushayotgan отделкаlarni chizig'ini bekitib qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda MDF ozgina oldiga chiqib ketibdi, menimcha. Tortib qo'yamiz. Bu qismda ham ozgina surilgan, buni ham tortib qo'yamiz akkuratni qilib. Markalarni qo'yamiz. Eshikniki bu yerda mebelimiz bor, bu yerda ham mebelimiz bor. Yon tarafi bilan turibdi faqat. Va bu yerda уже bizda moldinglar ham qo'shilyapti. Moldingiga уже вынескani yoqib, со свободным концом qilib M1 Bunani mustaqil ishlagan bo'lishligi kerak. Birinchi, ikkinchi darsda bir nechta molding yasashini ko'rsatgan edim. Bu yerga ham razmerlarni qo'yib qo'yamiz. Va moldinglar o'ziga ham alohida albatta razmer kerak. Shuning uchun men bu общий gabarit razmerlar tashqarida, ichkaridagi dekorlarnikini ichkariga beramiz. Razmeri qanchalik ko'p yoki kam berishi shu o'zingizlarni beradigan chizmalarning strukturasidan, o'zingizlarning reglamentingizdan kelib chiqib beraverasizlar. Men endi darsni cho'zilib ketmasligi maqsadida imkon qadar optimallashtirganman. Maksimal qancha razmer bersanglar, shuncha yaxshi. Eshigimizning korobkasi mana bu chiziqgacha kelishi kerak o'zi aslida. Ya'ni karkas yopilib ketishi kerak. Moldinglar markalarini qo'ydik, eshikniki qo'yildi. Bu yerda termoregulyatorimiz bor ekan, shuni ham razmerini qo'yamiz. Razmerlar uzilib qolsa, razmer ushlab davom ettirib ketaverasizlar tsepочкani
va elektrik priborlarga biz endi qizil krasniy с fonimda razmer berib ketamiz. Va qovotgan yuzaga nisbatan ham to'g'rilaymiz. Bunaqasiga balandligini ham qo'shimcha ravishda qo'yib ketsak ham bo'ladi. Qolgan planlarga nisbatan bu yerda bizda уже tak pasti ochilib qolibdi MDF'larimizni. Pastini 0 ga olib tushamiz. Bu yerda bizda skrypti plintus bo'lmaydi, MDF o'zi bor joyda. Mana. Va quyidagi shaklda bitirib sekin-sekin ketaveramiz. Qolgan razvertkalarni ham. Сохранить. Xo'p, bu yoqda shkafim ko'rinib qolgan ekan. Videoga tochka o'tamiz. Videomizdan olib bu yoqda endi bizda plintusimiz ham bor. Esingizdan chiqmagan bo'lsa agar, Tеневой plintus. Tеневой plintusga ham o'zini markasini qo'yib ketamiz faqat. Bu yerda уже metrajli marka shart emas. Marka plintusdan o'zi yetarli bo'ladi. Sozdatan qilamiz bu markadan. Keyin bu yerga ham plintusimiz markasini qo'yib qo'yamiz. Pastga ham tushirib qo'ysak bo'ladi, prinsipi. Oxirgi videomizga keldik. Prixushkada bu yerda e'tibor beriladigan narsa, bizda pokraskalarimiz o'zi och bejiviy rangda, endi отделка под plintus
podskritый plintus deb tepa razmerimizni nomlaganmiz. Shunga qaramasdan buni rangini pomolchani o'zgartirib qo'yamiz. Bizda bittagina tip kraska bo'lgani uchun. Bu yerda knauf list turibdi. Biz materialga tegmaymiz-da. Buni filtr bo'yicha bo'yab qo'yamiz. Так, kommentariyga tipa razmeri покраска turibdi. Markirovka tipa razmeri PK1 qilamiz, ya'ni покраска 1. Так, уже bunaqasi bor deyapti, bo'lsa покраска 10 deb turamiz hozircha. Так, yana bor deyapti. Kirpichlarga berilgan ekan poкраска. Mayli bo'lsa, P ni o'zini qilib qo'yamiz yoki KR, ya'ni kraska qilib qo'ysak bo'ladi. Bu ham bor deyapti. Ajoyib va g'aroyib. Hammasi kirpichda ekan. OS qo'yamiz bo'lsa, отделка стен. Так, походу bizda bu narsa ошибка chiqyapti hozir. Chunki PKli men hali markirovka ishlatmagan edim. PK1 deymiz. OK deymiz, markirovka qilaversin va tekshirib olamiz. Rostdan ham boshqa tipa razmerlarga berilganmikan? Bunaqa marka sozdать спецификацию lista qilamiz va bu yerda spiskada stenani tanlaymiz. Sababi bu bizda devor. OK. Markirovka tipa razmerini o'tkazamiz va описание va tip o'tkazaylik. OK, shu yerda tekshirib olamiz. Rostdan ham PK berilganmi va undan qancha? Shu yerda ham o'tkazamiz va sortirovkada bu tip o'qib qo'yamiz. Общий tokga ham yoqib qo'yamiz. Mana qisqartirib berdi. Bittagina PK mana o'zimizni devorimiz. Buni 3D dan tekshirib olamiz. Granitsalarni o'chirib, filtrni ham o'chirib qo'yamiz va PK degan devorni izolировать qilamiz. Mana faqatgina o'sha poкраска devorlarim. Hammasi joyida demak. Demak, buni markasini berib oldik. PK1 deb, по умолчанию. Razvertkaga kiramiz. Modeli, filtrы, добавить, изменить, создать. Bu yerda stenida. Так, poкраска bormi? Bor. Mana shundan kopiya olamiz yoki o'zini ishlatsak ham bo'lar ekan, prinsipi. Shuni olamiz. Стадия возведения проекта, комментарий типа размер равно покраска. OK. Steny, покраска. OK. Qo'shib oldik va buni поверхностini bo'yab qo'yamiz. Splashная заливка. Так, примерно. Sal o'likroq rang bo'lishi kerak. Так, shuni qilib ko'ramiz. OK, OK. Применить. Yo'q, judayam shaftoli bo'lib ketib qoldi bu. Bunaqadir to'g'riroq rang kerak bizga. Menimcha mana shu chiroyli bo'lishi kerak. Undan ham sal ochroq qilamiz. Bo'ladi menimcha mana shu ko'rinishi. OK. OK. Razmerlar qo'yishni boshlaymiz bu yerda ham.
Moldingni orasidagi masofani ham berib qo'yamiz. Ba'zi joylarda moldinglarni o'zini ham enini alohida so'rashadi va albatta uni markalari. Yonmachasi bu yoqdan bersak bo'larkan markalarni ko'rinarli qilib. Bu bizda 7-ramkamiz ekan, izminsk ramzida markasini. Tak. M7 qilib qo'yamiz. Bu ramkamiz bizda ramka moldinga одинарный с уголком va mamrisini o'zi burchagini o'zi ugl 1 ekan bu. Buni U1 deb qo'yamiz, ya'ni ugl 1. Tak, bu ramkamizni ham MU1 deb qo'yamiz, ya'ni burchakli molding bo'lgani uchun. Осветительный прибор markasi ishini tanlaymiz. Bu hozir осветительный gruppada turgan edi. Oxirgi qilgan planimiz bu semestrniki осветительный gruppa bo'lgani sababli va bularga ham razmerlarni berib ketamiz. Krasniy s fonimda poldan balandligi. Moldingga nisbatan o'rtada turganini ham quyidagicha ko'rsatib ketaveramiz. Mebelga ozgina prozrachность berib yuboramiz. Orqadagi rozetkalar to'liq ko'rinishi uchun. Для elementi 60 применить. Okey. Va rozetka включательlarimizga ham albatta balandlik razmerlarini qo'yib ketamiz. Bunaqa markalarni ham xohlasak qo'yib ketsak bo'ladi bu yoqqa ham. Tekshirish jarayonida o'zi eng ko'p kamchiliklar, xatolarni aynan razvertkada оформление payti chiqadi, ko'rinadi va shu yo'sinda proyektda to'ldiriladi. Bu yerda bizda devorimizda bitta oynamiz ham bor edi. Shuning uchun mebel planiga o'tib ставить, загрузить семейство, другие модели, зеркало в prихожей bor. Открыть qilamiz. Tushdi. Так, prixoshkamiz o'ziga o'tib, arxitektura komponenti devorga qo'yib olamiz. Align orqali o'sha moldingimni o'rtasiga выровнять qilsam bo'ladi. Va bu polda turishi kerak. Align orqali yana polni belgilab, keyin oynamning tagini belgilayman. Mana shunaqa ko'rinishda. Devordan biroz qochib turishi kerak edi bu. Tak, rastanovka ochib turib bitta опорный плоскость chizib olamiz. Yoki bo'lmasa mana bu mebelimizdan chekkasiga ham в принципе qo'yib yuborsak bo'ladi. Mana yuzani belgilay qolamiz. Moldingimizni shu bu bilan kesishib ketmasligi uchun bu birinchi плоскость qilib turib yuzani belgiladik.
Endi oynamizni ushlab, sazda qilib, tak yuzani belgilasak-da, ana endi probel bilan o'rnidan turg'izdim. Prixoshga o'tamiz va shu turishida o'rtaga joylashtirib, ana endi align bilan pastga olib chiqib qo'yamiz. Ya'ni obyektivlar masalan kesib ketayotgan bo'lsa yoki qo'shimcha oporni ploskость tizib yoki qaysidir bir elementni yuzasi to'g'ri keladigan bo'lsa, o'shani yuzasini belgilab, o'sha yuzaga qo'yib yuborsa ham bo'ladi. Hozir bizni mana bu moldingimizni yuzasini belgiladik, chunki har bitta moldingdan beyorog'iga chiqqan oldingi. Shuni belgilab turib, oynani ushlab, sazdatanalik qilib, aynan shuni yuzasiga qo'yib yubordik va keyin surib joyiga qo'yib qo'ydik. Bunga markasini qo'yib qo'yamiz. Spesifikatsiya qilayotganda markalab nomini chiqarib qo'yamiz. Сохранить. Покраskani markalarini ham qo'yib qo'yamiz. Razyortkalarimizni qilib bo'lganimizdan keyin bunga qo'shimcha tarzda 3D vid qo'shsak bo'ladi. 3D vidni ham bitta shu razyortkani o'zida qo'shishni ko'rsatib ketaman. Qolgan planlarda, qolgan razyortkalarda o'zingizlar mustaqil qo'shasizlar. Demak, 3D vidga qo'shish uchun men o'zimga quyidagi devorni tanlaganman. Shu devorni ushlab turib ramka va birga o'tib olaman. Va bunaqa burchak ostida bu yerda o'zimga to'g'rilab olaman. Patologga ham kesamiz. Bizga shart emas patolog ko'rinishi bu 3D vidlarimizda. Ana endi bunga shablon vidga kirib, stena bosaman. Razyortkani shablonni belgilayman. Mana bunaqa ko'rinishga kelib oldi. Yana kirib, netni bosaman. Keyin уже bu yerdan переопределение видимости графиga kirib, annotatsiyada границы 3D vidni o'chiraman. Применить. Okey. Keyin уже vidga o'tib, shablon vid создать шаблон на основе текущего вида. Buni 3D razyortki deb nomlaymiz hozir. Tak, tartib bo'yicha bu 22 bo'ladi bizda. 22 razyortki va oxiriga 3D'si qo'yib qo'yamiz. 3D. Okey. Shablonni kiritamiz. Настройкasiga kiramiz. Devor uchun tak, steni secheniyasiga splashnoy rang qo'yib qo'yamiz. Okey. Примите, mana chetlar seriya bo'lib chiroyli bo'ldi. Okey. Okey. Lampochkani yoqsak, granitsamiz ko'rinadi 3D vidimizda. Bu yoqni orqaroq surib qo'yamiz. Eshiklarimiz ham ko'rinsin. Ma'lum bir darajagacha. Mana. Tak, bu yerda mana stяжкamiz ham yo tarafga, eshik tarafga kirmagan. Shuni ham birato'la to'g'rilab ketsak bo'lar ekan. Bundoq qilib aslida planda ko'rinmaydigan narsa-ku, lekin narsalarni hammasini to'g'rilab ketamiz. 3D vid tayyor. Buni uyga bosamiz. Сохранить ориентацию vid qilamiz. Prixожие boshiga 3D deb qo'yamiz. Сохранить qildi, yopamiz. Va как раз mana bizda bo'sh joyimiz bor. Shu bo'sh joyga vid 3D
prixojayini olib kelib qo'yamiz. Masshtabini настройкаdan bu yerdan o'chirib qo'yamiz va bu yoqda regulirovka qilamiz. Masalan, 1 ga 50 masshtab ham kichkina ekan, tak 1 ga 30 qilib ko'ramiz. В принципе 1 ga 30 ni sal aylantirib, razblokirovka qilib, sal aylantirib sig'dirsa bo'ladi mana. Shu qog'ozim to'lib tursin. Da 1 ga 30 joyladik. Imasini yoniga chiqaramiz. 3D prixoja emas, 3D vid deb qo'yamiz. Заголовок на листеге. 3D vid. Bu planda ham xuddi o'sha markalarni dublировать qilsanglar, yanada to'liqroq turadi. Faqat uning uchun har doim 3D vidlar blokirованный turishi kerak. Сохранить аннотацию вид. Va bu yoqda mana xuddi shu markalarni qo'yib chiqsanglar bo'ladi. Shunchaki 3D vid bo'lib qolib ketmasligi uchun. Va albatta mana bu chiziqlarni berkitib qo'yamiz. Невидимый liniya chiziqlari elektropriborda bu o'sha elektropriborlarniki edi. Okey.